Qo'shtirsiz Ashburga rozi emasman. 150 millionga rozi. Qanaqa ekan? Hozirgi o'zingizga qaytaring. Bo'ldi, soling, yaxshi bo'ladi. Soling endi. O'shanda. Uchunga sotib mazza qilasiz. Hech bir qo'shing. Lekin rozi bo'lib. Mazza qilasiz. Javob, rozi bo'lib bermayman. 150 ga. Ha, ustiga 500 ming berasiz. Erkakni lazi bo'ladi. Hozir solimga 3 million o'tib beraman. 55 kami bor dedingizmi? 45 qilyapsam 5 million qo'shdi, 50 qilib qo'ydimmi? Erkakcha savdo qiling, aka. Men sotdim shu mol, men beraman aka. Shuncha ola olmayapman. Bo'ldi 51 ga berasizmi? Erkakmisiz? Bo'ldi. Sotdim mana, qo'ying. Qilish kerakmi, jon aka? Bo'ldi. Foydasi olsa gap. Yo'q, To'g'ri. Sheyda foydasiga ma'lum sotib Sotiladi. Sotiladi lekin. Sotsa berasizmi? Endi bundoq qilasan, bo'pti. Mana shu to'ppa to'g'ri. Ha, to'g'ri. Murat akam gapini oldimmi? Buni olib turib. Sen 2 milyon emas, 152 milyon bütün berasan ishib turib. 15 tadan narsa kam beradigan bo'lsa, men 4 million o'tib beraman. Bo'ldi. Naqd beraverasiz. Naq beradi. Naq qilish kerak to'ppa to'g'ri. 152 naq. Ishlar. Ishlar. Bor baraka, rahmat aka. Murat akam kelmaganda 155 Mana galinlar men bo'ladi dedim. Bo'ldi. 45 ga olasizmi? Gördüğüm atlıcı. Murat aka, buni bir chapalab urib qo'ying endi bu kallasiga. Ya onu gap. Ey, uni deymi? Siz foydani Jasur, qanday nur? Ey, Jasur aka. Murat akam gapingizga. Endi men yashirmayman. Olindi, halol bo'lsin. Men hali u yoqda aka sizga bo'lsa 5 millionga beraman, sizga. Olmasangiz mana shu bog' shunday chiqib ketadi. Olmasangiz yo'q. Murat akam gapirsin, bitiradi. Murat akam gapirsin de. Estur atlıcı. Törmeden beresi olun Allah satıldı. Bo'ldi. Siz aralashmang. Bor baraka. Bor baraka. Ali ben sattım. Bursamiz seni. Bor baraka 4 millionga ketdi. 4 ga o'tib ketdi. 56 oldu. Bo'ldi. Bugun qiziyotgani Shahrixon cho'jasida. Yo'q, qo'shmaqni muhokama gapimni oldi. Bu Qirg'izistonlik ekan. Odam malina qo'yar, men sizdan qo'yarga. Yo'q, Murodjon aka, xudo tilingiz. Murodjon aka qancha beryapti? 148 million. Nechtaga? Mana shu cho'yiga. Ucho'ga bu ona bola qoladi. Ha, bu ona bola ekan. Jasur ekan. Yana bugun ham trendga chiqasizlar ekanda. 210 milyon beraman dedi. Aka dedi, pul yetmas ekan dedi, naqd pulga. To'rttalasiga 210 beradi dedi. Aka dedi, uchalasini olaveradi, 148 ga dedi, buni qolaversin dedi. Boşun uchundan Yo'q, ma'noda. Yurib beradi. Bular nima uchovi? Bo'g'oz qisir. Buni 8 oylik bo'g'oz. Ha. Bular 20 tadan 40 ta sut berib o'tgan, 2,5 oydan bo'ldi tuqqaniga o'lik tuqqan ekanasi. Ikkalasi ham. Ha. 20 litrdan 40 litr sut berib, 1 oydan qochganligi behijolat. Haligi kechqurunga aytgan egizsiz qaysi? Xuddi mana shu mana o'rtadagi bir tomon. Ha, mana bu o'rtadagi egizchi edi. Mana kechqurun aytuvdi. 2 milyon pul demang. Sen Mana ham foyda qilay. 3 million qilsa Lekin bo'ladi. karasatalari. Kim aytdi rostdan? Bolla usta bo'lgan, ko'rgan bolla bo'l. 3 million qilsa bo'ldi, 1 million. Bugun foyda qilmasam, o'tgan safar 1 million foydaga 166 yarim million ishoning murojaatiga maxsus javob turib mana 1 million foyda ketdim. Bu ham 2 million 200 ming foyda sotyapti. Ozgina pulga. Lekin molla borku, xunajillari borku, ajoyib edi aka uni. O bola maza qildi. 45 44 sizni gapingiz 3 millionga oldi. Lekin esa boshqasi kelib 500 mana o'zi ko'rdi. Aka yorildingizmi? 500 ming Ha, 50 ning ustiga yurib ber bor baraka. 500 ming. ha deme. Murodjon aka, ishing qattiq chiqadi, ko'zga ko'rinadi mollar. Aka molingni olmasam xursand. Gap gap aytaymi oxirgi gap. 50 ga sotaman, Murodjon aka, pul beradi. Sen odamida gapini oling. Olaman Murodjon aka. Odam juda ham ko'p mana shu uchoviga. Mana bu bittagina bola. Dakansa turib 55 dan tiyin kelmaysan. Aka dakansa turish bo'lsa 2 gacha turaman men.
Ha bo'ldi. Ay, adichqimlar o'tgan safargidaqa. Sal odam uchunmi? Bak uyatganimdan 3 million qo'yishdi. Tushida ko'rganman. Men hayronman. Ishingdan kirib kelsam, bu yoqqa keling dedi. Ha, bo'pti dedim, keldim yana oldim. Yo'qdan. Qo'lingizdancha foyda O'zi kelib turibdi. Zora bugun dedim, Jasurni qanday shiniki to'y bo'lib, Jasur kelmagan bo'lsa kerak desam, shira kelsam, bu yoqqa keling, bu mollarni managa boylandi, bo'ldi deb boyladim. oxirgi gap qilamiz. Xohlasan soting. To'g'ri. Murodjon No aka. desangiz, ammo mush bola aytdim, Murodjon aka, mana mehnat hozir ko'rib turman, lekin hurmatim bo'la bo'ldi aka. Nimaga demaysizmi? Ishingni qil, shuni ol, ishingni qil deganingizda xursand bo'ldim. Yo'q, ashnaqata berdim. Men 10 minutdan shu savdo qila olmayman, yuragim siqilib qoladi. Malades sabriga. Sabriga malades. Bizga mana shu. 5 dan 25 ta o'tganni qo'limni ushlagan. 130 million bilan. Jasur to'g'ri gapda. Pulingga yalan, to'g'ri gap. 130 million so'rashni boshlaydi. Jasur aka. O'g'il bolachaga. Murat aka gapini eshitdik. To'g'ri gap. Aka, 150 million pul berasan, eshitib tur. Gapini men sen bilib turibsan, laving gumullardan. Men siz hamchi 1 million, yarim million qo'raman. 150 million pul sanaga odamga ham rahmat olma. Jasurbek. Beraman. Bo'ldi, gap so'z yo'q. Mollada bor. Eshit, oltinchi. Buncha. Mollada bor hali. Ey, Yana safarga qimmat sotib qo'yadi. ha mayli, keyin safar qimmat olaversan. Boni xursandchilikman. Murodjon aka. Akani gapini oldim. Bu bundoq qiladi. Ha. Haydar gap. Ikki og'iz gapmanchi. Bundoq qiladi. Bundoq qiladi. 155 millionga sotgan bor edi Jasurga. Jasur ham foydalanishga ham ahlim yetadi. 155 ga. Mana uni 155 million kami bor. Bo'ldi, 150 million pul beradi mana. 5 million o'tib bersangiz bo'ladi. Yo'q. To'g'ri gap. Aka, 5 million o'tib beringmi? Ammo sen odam qadrlab qo'y, yaxshi bo'ladi. Sotib olsin, 1 million. 50. To'g'ri gapda o'zi yopib qolmay hammasi. Aka, 50 million tepasiga sotadi bu yoq. Sotadi, to'g'ri gap. U hammamizga ham aqlimiz bor. Qimmat sotib beradi. Mana, Jasur, 150 millionga. Ha, uchtasini. Yo'q. gapingni oldim. Dedim, balat edi, sotdim aka, sen gapingni oldim. 5 million qo'shtirdi aka. Mana 5 million gap oldim o'sha bola. Beraman. To'g'ri gapda. Aka, Murat akamdan boshqa askirni mashina olishni olmay ham qo'ya olaman. 500 ming qo'shib. Mana ixlosim baland bo'ldi. 500 ming qo'shmasdi. Mana bu lazimga ega bo'laman. 500 ming qo'shmas. Bo'ldi, men sotdim 150 millionga mana. Ya 2 million. Ottichilik qilma. Ha, olyapti-yu. Jasur aka. Ha, sana berasiz, o'tgan safar ham foyda qilgansiz. Xudo xolasa foyda qilasiz. Qo'li yengil. Mana egizchi mana bu o'rtada. Bering endi baraka hamma. Lavis qimillabit ko'yingiz berdim. Yo'q, undoq. Nima bo'lsa ham Men Murodjon akam gapiga xo'p bo'pti deb yo'l yuriyman. Nimaga demaysam? Yana qadiradi. Men nima qildim oldi? Necha pulga qo'ydi aka? Gapini olaman. Foyda qildim. bu gapdan keyin to'g'ri. 3 million Beraman 5 million senga. Mana sotdim o'sha akani gapiga deychi. Bu nimcha qattiqsa men? Yo'q, bering 150 million bo'lyapti buni. 155 dan kami sotkim yo'q edi. 155 kami bor sizda. aka yo'lda beravering, sen yo'lni sotib aka. Sotadi bu yoqqa. Sotdilar, Sizniki naq, bu yoqqa nasiya. Aka, moli qarang, eshiting. 150 million so'mga Murat akami gapi. Endi shuncha mol olib kelyapti. Qadr qilsangiz bering. Buni bu yog'i 1 million, 2 million pul qo'shtirsangiz, mashhurga rozi emasman. 150 millionga rozi. Qanaqa ekan? Hozirgi gapingizni o'zingizga qaytaring. Bo'ldi, men soling yaxshi bo'ladi. Soling endi. O'shanda. Uchunmi sotdim, maza Hech qilasiz. pul qo'shing. Lekin rozi bo'ling. Maza qilasiz. Javob, rozi bo'lib bermayman. 500 ming berasa, ustiga 100 bering, bozor qiling. 1 million ber, ey. 1 million bersin. Ha, 1 million to'g'ri. Jasur aka bering endi 1 million. 1 million ber. Boydan kelsa bobonga kelsin endi. Nima qilmagan to'g'riga. Men sotdim senga. 151 millionga ol. Xursandchilikman. Men sotdim senga. Ana oldim. Bo'ldi. Rahmat aka. Rahmat aka. Atrof aralar. Endi Qarang, savdo qizib ketdi. endi qadrlab maqran odam to'plaganimiz. Bunchaliga har doim Bolaning ichida aytyapman. Bolingizni boshqasiga soting. Eshiting. Erkakni lazi bo'ladi. Hozir sonimga 3 million o'tib beraman. 55 kami bor dedingizmi? 45 qilyapsam 5 million qo'shdi. 50 qilib qo'ydimmi? Erkakni savdo qiling aka.
Men sotdim shu mol, men bermagan. Bir so'kora. Bo'ldi, endi 1 millionga men sotdim buni, nima bo'lsa. Kursami sotdi-chi? Bo'ldi mana, bor baraka. Men sotdim buni. O'zi tepasi. Tepasiga 1 million soldim, ko'rdingizmi? Shahrixon Cho'jamol bozoriga mol olib kelaverasizlar. Shunaqa qizg'in savdo bo'ladi. Rozi bo'lib bergan pul Laki dumbillatavering ham savdo bo'layotgan joyga. bo'ldi yo. Bo'ldi, 51 millionga. Ol senga deb qo'ymani bo'ldi, mana. Ustiga yursin deganingizga qo'shib qo'ydim. Yursin dedim. Qo'shdim-ku mana, nima qilay? Rahmat Murodjon aka. Men urush keladi buni to'g'riga, tushib qoldi. Beraman. Bosh to'qaman bir. Hala. Qani osh yegan odamsiz. Sal xayr bo'ladi, to'g'ri gap. Qomile bugun Shahrixonni potlataman degan ekansiz-da. Ko'r bo'lganman aytdim. Sho'jani. Yetmayapti, ashuncha ololmayapti. Bo'ldi 51 ga berasiz. Erkakmisiz? Bo'ldi. Sotdim mana, qo'ying. Qilish kerakmi, jon aka? Bo'ldi, yoping endi, bo'ldi. Jasur aka, bitib qopti, yaxshi gapiring, bitib qopti. Qolib aka gapini. Bo'ldi, xursandchilikdan Bo'ldi hali, vasva. Ha, Tolib aka ham keldi. Dedim mana qaydi shu aka siz uchun o'tib berdim deb soting. Murodjon aka siz uchun Aytingda. 55 dan keyin kelmay sotmasdim. Isheni olsa olmasa. Mana uni o'zini 51 million so'rab turibdi. Egizchiydi bu, egizchiydi o'rtadagi. Men olasdim qilib berishga. Men Murod akam kelib qo'shilib qoldi. Men olaman. Jon aka. Ha, bu qadi qo'sha oladim. Bu mol. Va boyga bilinmaydi, boyga. Boyga jo'namiz. Murodjon aka. Bitadi, bitmadi shu 55 kam bor. 54 kam bor. Bo'ldi 52. Ana. Attachilik qilma. Bo'ldi endi. Endi bo'ldi. Oshib ketdi, oshib ketdi. Ahmed aka. Bo'ldi. 50 million pulni hozir beraman. 2 millionini sutini sinab olib beraman. Dogovor shunaqa bo'lgan. Sutini 30 taga sinayman, 40 taga emas, 30 taga. Mana Tolib akam eshikka ertalab 30 taga sinayman, 15 tadan. Buni 50 million pul beraman, 2 millionini payshanbaga sinayman, payshanba kuni 15 tadan. Yana seshanbaga. Shuncha bolani ichi kaltasiga 2 million tashab beraman. Xursandmisiz? Bo'ldi, biz Foyda solsa u gap. Yo'q. To'g'ri. Şeyde foydasiga mal o'zim sotib bersam, sotiladi. Sotiladi lekin. Sotsa berasizmi? endi bundoq qilasan, bo'pti. Mana shu to'ppa to'g'ri. Ha, to'g'ri. Murodjon akam gapini oldimi? Buni olib turib. Sen 2 milyon emas, 152 milyon bütün berasan ishib turib. 15 tadan narsa kam beradigan bo'lsa, men 4 million o'tib beraman. Bo'ldi, Naq beriyorsiz. Naq beradi. Naqim bor, naq Bo'ldi. beradi. Naq qilish kerak to'ppa to'g'ri. 152 naq. Ishlar. Ishlar. Bor baraka Ahmed aka. Murodjon akam kelmaganda 150 Namanganliklar man bo'ladi endi. Bo'ldi. 45 ga olasizsiz. Xursandmisan? Naq bo'ldi. Bor baraka. 152 millionga olganga sotganga. Ha bu Muhammad Rasul Jinkbangda har doim. Gapini oling. Ana. Gördüğüm atmichi? Murod aka, buni bir chapalab urib qo'ying endi bu kallasiga. Ya uni gap. Ey, uni dema. Siz foydani olasiz. Yasir, qanday nur? Ey, Jasur aka. Murod akam gapingiz Endi men yashirmayman. Olindi, halol bo'lsin. Men hali u yoq aka sizga bo'lsa 5 millionga beraman, sizga. Olmasangiz mana shu shunday chiqib ketadi. Olmasangiz yo'q. Murod akam gapirsin, bitiradi. Murod akam gapirsin-da. Estir atmichi. 4 milyon berasiz bo'ldi, vallahi sotildi. Bo'ldi. Siz aralashmang. Bor baraka. Qani odam ekan. Bor baraka. Ali ne sotdi? Ursamiz ana. Bor baraka 4 millionga ketdi. 4 ga o'tib ketdi. 56 oldi. Bo'ldi. Olgan aka mana o'zi egizchiydi. Rahmat aka, mana egizchiydi aka. Mana o'rtadagi egizchiydi. Egizchi. O'rtadagi egizchiydi. Oho, sindiraman. Bilad. Mana shu kirasat edi-da. Olganga ham sotganga ham omala bugun trendga chiqib ketdi bugun. Omala sindiraman, sinib ketmaydi. Olganga ham sotganga ham Alloh barakasi bersin, Qirg'iziston. Narigina bola qolib ketdi. Mana setdi bir chekaga. 156 ga o'tdi. Ha, 56 ga o'tdi.
56 götdi. Mol bola, dehqon bola, brat. Aka, Yana Aka, doston bizdan deganga men ot solganim yo'q, mana bola tanish bola aka. Ha deb turing, doston bizdan debdi u bola. Men ot solganim yo'q aka, bu doston bizdan akam dedi. Aka, mana bola dehqon bola. Shunday baylab bunday nima qilyapti? Qanaqa qilyapti? Ha, asta qilmaydi aka. Ha, doston. Ot solganimiz yo'q. Aziz, Nomard ishi bo'ladi. Doston Elyoruz. Bo'ldi. Ekoylarda ham qo'l yana foyda beryapti, qo'linglar yengil ekan. Rahim boyda. Yo, yaxshi. Olganga ham sot 56 ga o'tdi. 52 dan 4 million foydasiga. Kirasat edi, mana shu egizchiydi-da. Mana shu egizchiydi. Kechqurun telefon 52 bo'ldi, 152. 56 ga o'tdi, 4 million foydasiga. Yo'q, uchov aka, mana u ham bor. Bu ham bor, narigi ham bor. Ashnaqa, ha. Bitta so'rovdim, buni 60 so'rovdim, bermadi. Yana 3 tasini oldi. Shen. 60 ga bo'lsa bering. Yo'q. Bering. Mana ina bolasi buqachami? Buqa. Yo'q, men sotaveraman. Harfa menga sotadi. Moskvadagi birinchilar nima dedi? O'sha bola bilan siz kelishib olganmiz dedi. Menga rosa ko'p yozishyapti. Yo'q, meni kommentariyam ham to'lib ketadi o'zi. Lekin mo'llar. Mana uncha bilasa, Aka, 3-qo'lga foyda beryapti mana. bilasa, endi olgan fermalarimga pastayam. Biroq ishonib ololmayman. Birov ishanga odam bitkizadi. Bo'ldi bering. Yo'q, 60 ga jasur. Uydan qo'shasan-ku. Ya, qo'shilsin. Yo, sotaman. 60 ga bering akalarga, O'sha buqalarga bering. terim yo'g'an bo'zagin choy damlab beradi. Yotdi. Choy damlab keladi bunga. Qanaqa Bering. Rahmberd aka. Yo'q, buni qizig'i mana ko'rdinglar. Buni 60 ga yana bir. Nima dedingiz o'zi? Rahmat aka, bunga. 70 ga ham bor dedim. Ha, 70 ga bor. Buni nechta suti? Bu ham 20 ta berayotgan 15 taga olishimiz. Aha, 20 ta sut beryapti. Bitta telefon nomerni ayting, har safar Molli bor ketadi. 50, 100. Yo'q, bitta ayol kishi 477. Ha, 477. 477 52 82. 52 82 ga aloqa 5 million kam besdim. Bitta ayol kishi soqqandan boshqa moq soqqiz kelmay qo'yadi. Aha. Solib bo'lishini berib olishni. Mana ko'rdinglar. Mana real savdo qilib turibdi, lekin bola ham haqiqiy pachka. Necha kunlik? 8-kun. 8-kun. Elyoruz oldim deb aloqaga chiqaverasizlar, lekin bola kira sotadi. Mana qarang, fantan ekanda. Manda 20 ta berib 15 taga olaveradi. Pulidan 3 million kam berib 15 ta sanab olaveradi. Kim olsa ham. Mana shu yeriga bola to'lib qolgan. Video Hamma yo'q. Zakazasi bilan ekanda. birinchi bolasi aka, tishi but-butun olgan. Buni 10 ta tutgan tishi qaramaydi. Bitta bo'ldi, u 3-chi bo'lgan. Bor. Yetalab. Tishi qani? Menga bering. Tishini. But-butun tishi mana ekan. 4-chi bolasi. Uni Boshlab qo'ydi. mana ko'rib qo'yaveringlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Kechqurun 2 dan 10 ming bo'lgan yuklayapman. Ha, uzoqda Namangan, To'raqo'rg'on. 2:10 da yuklaganman deyapti. Uji soat hozir Shahrixonda 7:37 bo'lyapti. Daniman. Ko'ryapsizmi? Akamiz har doim sotadi, Jasur akam olib qo'lma-qo'l bo'lib ketadi. Lekin mollar kira sotadi. Olgan odam baraka topadigan. Ana. Murat aka buni ham bitirib berasizmi? Nima dedi? Aka, yo'lida ayting. Men boqarmoyingiz. 52 dan boqishda to'g'rimi hozir? Ha. To'g'ri. 52 dan bo'ladi-da. 52 dan qo'yiq suyug'i. 55 dan olasizmi? Shunda 55. Bitta bo'g'oz, bittasi bo'g'oz olyapti. Bittasi Doston yo'lida qilaylik. aka o'shanda yo'li. Molni ham gulini olyapti. Yo'q. 3-chi qo'l bo'ladi. O'shanga ishqibozligimiz uchun 55 dan 110 millionga berasizmi? Ya 110 ga. Yo'q, uni qilmasa Bering bo'ldi. Tamam, boshqa gap yo'q. 110 millionga bering. Ha, yo'q. Brat.
Bo'g'oz qolyaptimi? Yo, bo'g'oz bilan haligi o'rtada Yanga bor begonaga. Xullas, assalomu alaykum. Gulini olyapti-da. Yo'q, gulni kattasi qolyapti. Aka, uni ham olaman. 55 millionga beraman. 3 chekkaga qolsin bunisini olsan. Beraman siz aytganga. To'lab turing. Qaysi o'nikisi u chekkada qolsami? Shoqi katta chiroyli qolsa. 1 minut o'zingiz baqirang. Doston 10 million, 110 million. Ikkitasiga endi. Aka, men jiyanim bor-ku, kecha kassa chiqib qolib, kassasini puliga mol qilib olaman deb. boqaman. 10 millionga baxshin Yo, ikov qisir bo'lyapti, bir oylik gumonlami yo bitta? Ha, bitta bo'g'ozmi? Ha. Bitta bo'g'oz o'tirishdi. Hali oqqa chiroyli egizchi bo'lyapti. Bo'g'oz shunaqa ketadi, ot bozorga. Bitta o'sha oq kerak o'zi. Bo'g'ozam ketyapti. Aka, avval voy hamada hisob etmaydi. Voy, yo'lida qilaylik aka, zakonda foyda qilyapsizlar. Gapimni eshitib turing. Ya lavzim olasizmi? Gapimni eshitib turing. Chapaga qilmayman. 1 milliondan 2 million pul beraman yana. 110 million. Aka, Bo'ldi, bering diqqat endi. qilmaylik. Mayli, rozi bo'lib beraman. Boshqa mola beraman. Savdosi qilib mol o'yadi. bo'ldi, boshqa mola ber. 3-qo'lga. Qo'lida bo'lyapti. Hisob bilan bo'layliklar. Ot so'gani Bugun sizni qo'lingizda. Bugun mana akani qo'lida. Bugun ertaga buni qo'lingizda. oshirib yuboring bilan bu. Hisob bilan bo'ling, bilan. Champilindan bunday so'zinglar. Yasurbek hisob bilan Bozordan so'rab ko'rgan, boshqa gap yo'q. Bu bola totganim yo'q, nomard kishi. Yuqoridan olyapti, yuqoridan. Laykni bosavering mana shu joyiga. Bugun savdo qizyapti mana. 3-qo'liga. Akki beryapti yuraydan chiqarib. Qaror ber. Bitta bo'g'ozi. Aka, yillar yetaradi, dehqonga beradi. Dehqonga bering, duo qilsin. Dehqonni puli barakaligu. Dehqonni puli barakali. Bor baraka 112 millionga. Ish qilib endi yana boshqa birov foyda bermasa bo'ldi bunga. Ha? Ikkitasi. Mana mollar. Mana bo'g'ozi. 100 nariga kirasatasi bo'ldi. Eko 150 Tasha beramiz, qanisi? 112 million. 100 bo'ldimi? Yo'q, chekadasi bo'g'oz. Yo'q, narigi bilan mana bu. Bu bilan o nariga. 112 million. Nariga chekadagi. Ha. Buchi. Ya buni 1,5 oylik gumoni bor. Bu yegizchidalarga. Bollari nobud bo'lib qolgan. 5 million. Boshqa birinchi. Endi qaranglar, 152 millionga uchovi bo'lgan edi. 54 ga 56 ga o'tgan 4 million foyda berib. Endi ikkovi ham gumon bo'lgan-ku. Endi bularga ko'rib turibsizlar 112 million bo'lgan bo'lsa, 112 million bo'lsa, endi ani qanchaga qo'yganligini aytaverasizlar. Bo'ldi, endi 12 olgan bo'lsa ham qo'shib oling. Abdulla, bu qancha bo'ldi germa? 16 ham buqa? 1 oylik. Dahshat bo'ladi. Bekariga katta to'p bo'ladi. 20 ham diyoring. 20 yarim savdo qilishyapti. Ha, qilyaptimi? Qo'lini qori gaplashamiz. Tanib turgan bo'ladi aka. 5 kunlik ekan, Qani pulini yig'ishtirib chiqdi u bola. Ha, to'g'ri. Lekin bo'ldi. Uni ham, buni ham bo'ldi. Tuga daftarini yopildi, oxiri yopilib. 112 millionga. Mana uni qarang. Kirasata bu 8 oylik edi. Nar chekada bilan bu chekada 112 millionga to'xtadi. 3-qo'lga o'tdi. O'zi asli 4-qo'lga o'tdi. To'g'risi.